Bir oy roza tutganingizdan keyin tanangizda nimalar sodir bo'lishini bilasizmi? Badaningizdan 80% zaharli moddalar chiqib ketadi. Oshqozon osti bezi katta hajmda ishlay boshlaydi. Shu sababdan qandli diabet kasalligiga chalinish 8 oy muddatga ortga suriladi. Miyangiz nikotin moddasidan xalos bo'ladi. Bu narsa sigaretni tashlashga yordam beradi. Tanani kofein moddasidan xalos qiladi. Qarishni 3 oy ortga suradi. Bunga qo'shimcha ravishda hujayralarni tozalaydi. Roza tanadagi o'limga hozirlanayotgan barcha hujayralarni, ayniqsa immunitet va qon aylanishi muhim bo'lgan hujayralarni himoya qiladi. Roza uzoq muddat ishlab kelayotgan hujayralarga dam berish orqali ularni yangilab tartibga keltiradi va tarkibida nosog'lom bo'lganlarni chiqarib yuboradi. Roza buyrakni yuvadi. Shuningdek, jigaringiz qonni aylantirishi va ichki zaharli moddalarga barham berishi uchun kuchli darajada tayyorgarlikni roza sababli qo'lga kiritadi. Ana endi menga ayting, siz rozadormisiz? كل القلوب إلى الحبيب تميل